gunohlardan olinib, unga yuklanadi. So'ng do'zaxga uloqtiriladi. Imom Muslim rivoyati. Shunday ekan, solih inson bo'lishga harakat qilaylik. Tilimiz, amalimiz bilan birovlarga ozor bermaylik. Bir-birimizni hurmat qilaylik. Aks holda yaxshi amallarimizni qo'ldan boy berishimiz mumkin. Alloh taolo marhamat qilib aytadi: "Va Allohning yo'lida nafaqa qiling. O'zingizni halokatga tashlamang, ihson qiling. Albatta Alloh ihson qiluvchilarni xush ko'radi." Baqara surasi 195-oyat. بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ey iymon keltirganlar, ko'p gumonlardan chetda bo'linglar, chunki ba'zi gumonlar gunohdir. Josuslik qilmanglar. Ba'zilaringizni g'iybat qilmanglar. Sizlardan birortalaringiz o'zining o'lgan birodarining go'shtini yeyishni yaxshi ko'radimi? Ha, yomon ko'rasizlar. Allohdan qo'rqinglar. Albatta Alloh tavbani ko'p qabul qiluvchi va rahimlidir. Hujurat surasi 12-oyat. Avvalo o'zimizga, so'ng sizlarga eslatma tarzida aytib o'tmoqchimiz. Musulmon inson shuni hamma narsadan avval Allohga ibodat qilishlik turadi. Keyin esa birodarlaringizning sizdagi haqqini ado qilishlik turadi. O'rinlarni almashtirishga urinmaylik. Avvalo Allohga ibodat, so'ng mahluqotlar haqqi. Ammo mahluqotlar haqqini ado etishlikni ahamiyatsiz deb bilmang. Oxiratingizni boy bermang.